Sizlarga Ramazon oyida istoriyalaringlarni, videolaringlarni chiroyli bezashni o'rgataman. Buning uchun Instagramga kiramiz. Istoriyaga kirib, kerakli rasmni yoki videoni topib olamiz. Keyin gifga kiramiz. Gifga Sungton Ramazon deb yozamiz va o'tdagi chiroyli giflardan foydalanib, iftor vaqti, suhur vaqti degan stikerlar bilan rasm va videolarni bezasak bo'ladi. Keyingi so'z Sungton duo deb aytiladi. O'tda chiroyli duolarni arabchada yozilganlari, stiker qilib yozilganlari bor. Ulardan foydalanib Ramazon oyida istoriyalaringlarni bezab qo'ysanglar bo'ladi. Shunaqa oddiy Ramadan deb yozsanglar, tepalariga osilib qimirlab turadigan chiroyli giflar, oyli yulduzli giflar bo'ladi. Bundan tashqari Sungton arabcha deb yozilgan so'zni ham yozsanglar, chiroyli bezaklar bor o'tda. Menda turk tili bo'lmaganiga sizlarga ko'rsata olmadim. Foydalaninglar, layklar bilan qo'llab-quvvatlanglar.